Assalomu alaykum vatandoshlar, do'stlarim va qarzlarim, har kungi dunyoga bo'lsizlar. Idi saytlaring tabrik bo'lsin. Men tarafdan har kungi dunyoga bo'lsizlar, idlaringiz tabrik bo'lsin vatandoshlar. Shoyat mendan avval hech kim sizlarga yana hech tabrik aytgan bo'lmasa. Men ham tujura. Davol nima qildi? Vatandoshlarga tabrik aytdim. Tabriklik. Itga qancha kun bo'ldi? Bir oy. Tunan qaradim, ma'lum bo'lgan ekan qo'ydi. Shu ma'lumni tasdiq qilsang. Hali itga bir oy bor. Hali itga bir oy bor, bir oy xudo ma'lum. Itga bir oy bor. Rangim yo'q. Hali xey tabrikligin say, ene ichga bir minnat ham qo'ysa, shart mendan avval ishmaykan bo'lmasa. Hamma sendan avval aytib, kim deyman? Namozga 15 kun qolgan menga bitta butilgan bo'lgan bor, ma'lum, shart.